Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Yo'q qilish filmi. Tutqunlikka tushgan ayollar o'zlarining va yaqinlarining joni omon qolishi uchun bir-birlarini o'ldirib, g'olib bo'lishga majbur bo'lishdi. Jimmy ismli do'ndiqcha Adam ismli yigit bilan uchrashuvga chiqadi. Suhbat vaqtida qiz professional kickboksyor bo'lishni orzu qilishini aytadi. Uchrashuv tugagach yigit shoshib qoladi, ammo qiz hali vaqtli ekanligini aytib uyga kirib ketadi. Ichkarida esa ko'pikli vannaga kirib, barmoq qaychi uslubini qo'llab hordiq chiqarayotganda kimdir uyga kirib keladi va qandaydir niqobli odam uni o'g'irlab ketadi. O'ziga kelgan Jimmy qandaydir xonada qamab qo'yilganligini ko'radi. Shiftda esa kuzatuv kamerasi o'rnatilgan edi. Qiz yordam chaqirishni boshlaydi va eshik ochilgach, uzun koridor bo'ylab yuradi. Biroz yurgach, xuddi unga o'xshab kiyingan Sabrina ismli qizga duch keladi. Jimmy unga yaqinlashmasligini aytadi, ammo Sabrina ham unga o'xshash qurbon ekanligini aytadi. Ular yon atrofni tekshirishayotganda eshiklar yopiladi va dumaloq xonada qamalib qolishadi. Kutilmaganda "Meni kechir" degan Sabrina Jimmyga hujum qiladi. Jimmy nima sodir bo'layotganligini tushunmaydi, ammo o'zini qo'lga olib u bilan jang qilishni boshlaydi. Jang vaqtida nega bunday qilayotganligini so'raydi va Sabrina shunga majbur ekanliklarini aytib, oxiri qizni yiqitadi va qattiq zarbalar berib, qizning jonini oladi. Bundan so'ng alamzada baqirib yana qancha odam o'ldirish kerakligini so'raydi. Keyingi sahnada bizga bularning boshida turgan Joseph Kalbosh va Elizabeth cho'chqa figuralarini ko'rsatishadi. Aynan ular ayollarni o'g'irlab, ular o'rtasida o'lim janglarini tashkillashtirishardi. Ular barcha janglarni yozib olib, boyvuchcha mijozlarga ko'rsatishardi. Ayni damda Sabrina yana bir ayolning qichqirig'idan uyg'onadi va Joseph oldingi janglar natijalarini e'lon qilib, navbatdagi ishtirokchini tanlaydi. Ma'lum bo'lishicha, jangchi jangdan tirik chiqsa, uning oilasi ham tirik qolar ekan. Ayni damda Di va Fabia ismli qizlar jang maydoniga yo'l olishgandi. Yo'l bo'yi Di singlining hayoti bilan unga tahdid qilganliklarini aytadi. Fabia esa onasi uchun tirik qolishi kerakligini ma'lum qiladi. Jangga start beriladi va soch tortib sudrashda Fabia g'olib bo'ladi. Bu vaqtda qo'shnixonadagi Cody Sabrina bilan gaplashishga urinadi. Ammo Sabrinaga uning bolaligida olgan ruhiy zarbalari qiziq emasdi. Ko'p o'tmasdan turma boshlig'i Kurt Sabrinaga biroz oziq-ovqat keltiradi va g'alabasi bilan tabriklab, qizi yana bir kun yashash imkonini qo'lga kiritganligini aytadi. Sabrina esa uning hech qanday qizi yo'qligini va u bilan istagan ishlarni qilishlari mumkinligini aytadi. Bundan jahli chiqqan Kurt uni devorga tirab, agar dumbasini qisib aytganlarini qilmasa, unga berilgan imkoniyatlardan mahrum bo'lishini eslatib qo'yadi. Bundan so'ng tutqunlikda ushlab turilgan ayollarni kameradan olib chiqib, majlisga olib kelishadi. Qorovullar ketishgach, Fabia qonsirashni boshlaganligini va yana qanchasining qonini ichishi mumkinligini aytadi. Qolganlar esa bu yerdan chiqishni istashardi. Xonaga Joseph va Elizabethlar kirib kelishadi va bu yerga olib kelingan 50 ta ayoldan 22 tasi qolganligini ma'lum qilishadi. Elizabeth Sabrinani o'tgan g'alabasi bilan maqtab, shaxsan o'zi uni sammoyka qilib qo'yishga so'z beradi. Fabia esa Kalboshning tili ta'mini bilishni istardi. Ular yaqin orada 2 ta ayol yuzma-yuz kelishini va g'olib chiqqan ayolni ozod qilishlarini aytishadi. Majlisdan so'ng ayollarni olib ketisharkan Fabia Sabrinani mazax qiladi. Oxiri uning bidir-bidirlariga chidolmagan Sabrina Zidanning kalla zarbasini ishga soladi. Tereza ismli ayol Sabrinadan armiyaga borgan yoki yo'qligini so'raydi va u buni tasdiqlagach, Tereza bu yerdan surishni taklif qiladi. Cody ham ularga qo'shiladi va oldin qorovullarni o'ldirishlari kerakligini aytadi. Biroq Sabrina ularning oilalarini ham kuzatuv ostiga olganliklarini va xato qilishsa, yaqin insonlari halok bo'lishlari mumkinligini aytadi. O'zini ushlab tura olmagan Sabrina yig'lab yoradi va qizini qachonlardir boquvga berganligini va endi uni ta'qib qilishayotganliklarini aytadi. Cody Marisa ismli mahbusa bilan jang qilish topshirig'ini oladi. Qolgan ayollar kameralarga o'rnatilgan ekran orqali buni tomosha qilishadi. Cody Habibning siltab o'pish uslubidan foydalanib, raqibini mag'lub qiladi. Bundan so'ng Sabrina birdaniga 2 ta raqib bilan jang qilishga majbur bo'ladi, ammo ikkovini ham enasini ko'rsatadi. Barcha janglar cho'ntagi qappaygan boyvuchchalarga jonli ravishda uzatib kelinadi. Navbat Terezaga keladi. Kuchlar teng keladi, biroq oxiri Tereza g'alaba qozonadi. Navbat En va Brenda ismli mahbusalarga keladi, ammo Brenda jang qilishdan bosh tortadi va Kurt bu haqida Elizabethga xabar qiladi va u reshat qilgani keladi. Uning oldiga kelgan ayol onasi tirik qolishini istasa, jangda g'olib bo'lishi kerakligini tushuntiradi. Brenda javoban burniga kalla qo'yadi va burni buloq bo'lgan Elizabeth
uni otib tashlaydi. Ammo uning o'rniga jang qiladigan ayolni tanlash lozim edi. Ayni damda o'ziga kelgan Sabrina stolga bog'lab qo'yilganligini ko'radi. U bir amallab o'zini ozod qiladi, biroq pichoqlar turgan stolga yetib olmasdan oldin qo'lga tushadi. Kamerasiga qaytgan Sabrina sheriklarini chaqiradi, biroq javob ola olmaydi. Ularning ikkovi ham bir-biriga raqib bo'lishgandi. Ular jang qilishdan bosh tortishadi va Kodi agar shunday qilsa, ularni va yaqinlarini o'ldirishlarini aytadi. Kod nejdanka solib qoladi, ammo Tereza unga indamasdan reanimatsiyada yotgan eri haqida so'zlaydi va agar u o'lsa, azoblardan qutulgan bo'lardi deydi. Kod uchun onasi qimmatliroq ekanligini bilgan Tereza unga yutqazib berishga qaror qiladi. Ular jang sahnasini uyushtirishadi va Tereza uning qo'lini bo'yniga qo'yib, qattiqroq siqishni buyuradi va Kod uni bo'g'ib o'ldirishiga qo'yib beradi. Kod alamidan ko'z yosh to'kib turganida Fabiani ham jang maydoniga qo'yib yuborishadi. Yo'l bo'yi Sabrinaning oldiga kelib, uning sherigini o'ldirishga bel bog'laganligini aytadi. Maydonga kirgan Fabia Kodini mazax qilib uning jahlini chiqaradi va qahr bilan hujum qilgan qiz bir-ikkita tiqib olishga ulguradi. Ammo Fabia uni osongina yiqitib, ustunlikka erishadi va sochidan sudrab, basharasini g'isht bilan o'pishtirib qo'yadi. Bundan so'ng Sabrina bilan tashashmoqchi ekanligini aytadi. Buni eshitgan Sabrina ham vizovni qabul qiladi va Kurtisdan u bilan jang qilishga ruxsat so'raydi. Kurtis esa bunga javoban u kim bilan jang qilmasin, qizini baribir ham o'ldirishlarini aytadi va basharasiga qon bulanadi. Bundan so'ng boshqaruv xonasiga kirib, uning kamerasi eshigini ochadi va ozodlikka chiqqan ayol uni Fabia kutayotgan zalga boradi. Bor qahr va kuchini yiqqan Sabrina Axuyevshaya qizni poqiga bulg'ab bir necha zarbada asfala sofiniga jo'natadi. Fabianing jasadini olib ketishadi, ammo Sabrina yana ikkita ayol bilan jang qilishga majbur bo'ladi. Izabella ismli qiz hali yangi edi. Jozefning so'zlariga ko'ra, Izabella kollej bellashuvlarida birinchilikni olib kelgan sportchi qiz edi. U eri bilan ochgan fitness markazida brazilcha jiu-jitsu bilan shug'ullanar edi. Shunday ekan, Jozef bu jangda Izabel g'olib bo'lishi aniq ekanligini aytadi. Sabrina Izabeldan uni bu yerga nega olib kelganliklarini bilish-bilmasligini so'raydi va yo'q degan javobni eshitgach, qoidalarni tushuntiradi. Ammo Izabel uning so'zlariga ishonmaydi, shu sabab Sabrina ishga kirisha qoladi. Biroq Izabel o'z fintlari bilan qari ayolni nokaut qilishni uddalaydi va Sabrina uni o'ldirishini so'raydi va havo yetishmasligidan yiqilib tushadi. Izabel g'olib bo'ldi. Qorovullar esa Sabrinani morgga olib borishdi. Bundan so'ng kalbosh va cho'chqa figuralar g'oliba bilan ko'rishgani kelishadi va Kurtisga ko'rsatgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, barcha jallod boyvachchalar yig'iladigan ziyofatga taklif qilishadi. Morgda xizmatchi Sabrinani ko'zdan kechirmoqchi bo'lganida o'ziga kelgan ayol "Salom manjalaqi" deya uni chavaqlab yuboradi. Ko'p o'tmay yana bir ishchi morgga keladi va u ham asfala sofiniga ravona bo'ladi. Xonadan chiqqan ayol qorovullarni birin-ketin o'ldirishni boshlaydi va oxiri kalbosh va cho'chqa figuralar Izabel bilan suhbatlashib o'tirgan xonaga kirib keladi. O'ylab o'tirmagan Sabrina haromilarning enasini ko'rsatib Izabelni ozod qilishga urinadi. Ursur vaqtida qo'liga dasta olgan cho'chqa figura Izabelga zarba berib uni o'ldiradi. Qahrotiga mingan Sabrina uni oyna tomonga uloqtiradi va cho'chqa figura nasmert o'ladi. Jozef uni bo'g'ishni boshlaydi va bir amallab taxta bo'lagini olgan ayol uni kalning bo'yniga tiqib qo'yadi va asfala sofiniga ravona qiladi. Ayni damda ziyofatda o'tirgan Kurtis nimadir netoligini tushunib qoladi va ortiga qaytayotganda lift oldida Sabrina bilan ko'rishib qoladi. Biroq qurolni olishga ulgurmasdan jag'idan o'tkir zarba yeb o'lib ketadi. Sabrina ziyofat bo'layotgan zalga kirib keladi. Uni ko'rgan horamilar vahuyi. Darvoza oldiga oshiqqan ayol tashqariga chiqishni uddalaydi, ammo qiz endi ozod bo'ldim deb xursand bo'layotganda o'q zarbasidan yerga yiqiladi. Uni esa aslida qorovullardan biri bo'lib chiqqan Adam otgan edi. U ayollarni avrab shu maskanga olib kelish bilan shug'ullanar edi. Sabrinaga kelsak, joni uzilayotgan ayol so'nggi nafasda qizining sharpasini ko'rib, mag'lub bo'lgan g'olib sifatida jon beradi. Tamom.